Imomlarimiz yengil hayot. O'zligi chiqib bizga tosh otilyapti. Bizga undoq qilyapti, bundoq qilyapti. Biz g'aribmiz deydi-ku. Nima g'aribliginglar bor sizlarni? Nima g'aribliginglar bor? Teginglarda eng so'nggi mashina Nissan yoki Mers yoki Anur rahmatulloh, la'natulloh quburiga aytgani kabi 200 ming dollarlik mashinada qo'qonlarga ketasiz. Nima g'aribligingiz bor? Oilangiz, bola chaqangiz bag'ringizda. Yeganingiz shashlik, tabaka. Stullaringizda asaldan tortib qaymoqgacha. Nima g'aribligingiz bor? Qattan siz g'aribsiz. Har kuni kechqurun kirib, ahli oilangizni bag'ringizga bosasiz, bolalaringizni yuzidan o'pasiz. Kim kechaga tayyor shkafni ochsa 30 ta yoki 30 ta shim 30 ta futbolkasi turibdi. Ayolingiz qimmatbaho bu troslarga burkanib ketgan. Nima g'aribliginglar bor sizlarni? Nima g'aribliginglar bor sizlarni? Ey imomlar, qattan sizlar o'zinglarni g'arib deysizlar? Asl g'ariblar dinini va jonini olib hijrat qilib ketganlar emasmikan? Kimni la ilaha illallohi payg'ambarlarning, sahobalarning la ilaha illallohiga yaqin? Solishtiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu tavhid kalimasini ko'tarib chiqqan vaqtlarda ochiq da'vat, ya'ni Makka davridagi ochiq davr yetib kelganda malomatga uchradilar. Sahobalar bekilib hijrat qilib ketishdi. Yurtlaridan, mollaridan, farzandlaridan ayrilishdi. La ilaha illalloh deganlar uchun. Unutmanglar. La ilaha illalloh deganlar uchun. Och nahor qolishdi. Qorinlariga tosh bog'lab yurishdi. Nima uchun? La ilaha illalloh deganlar uchun. Ha, hozirgi tashqaridagi da'vatchilarni qaraylik. Vatanlardan quvilgan, onalari bag'rida emas, yillardirki ko'ra olmaydi, hattoki telefonda gaplasha olmas ekan. Hattoki yillardirki, hattoki hayitlar bilan tabriklay olmaymiz onalarimizni. Vatanidan quvilgan, bir sim pulga zor, o'tda, bo'tda bekinib yuradi. Oila bola chaqasi O'zbekistonda bo'lsa qolib ketgan yoki olib ketgan bo'lsa amallab, mana shular emasmi? Qaysi birini la ilaha illalloh haqiqatga yaqin? Sahobalar kabi bular ham vatandan quvildi, och nahorlikda, quvg'inlikda, sog'inchda yashab yuribdimi yoki yurtimizni xoin imomlari kabi yoki o'zlarining islomga nisbat berayotgan mushriklar kabi rohatda la ilaha illalloh deyishyaptimi? Solishtirish, o'zi qiyoslash kerak ko'p narsani shunaqa. Shu narsani aytmoqchiman.